Biz ketdikmi, bu imommi, buni eshit. Bu kishidan keyin boshqa imom keldimi, uni eshit. Taassublik qilib bir odamga yepishib olib tura berishlik u durust emas. Ana bir gap bor. Waqbalil haqqa wa in kana min aduwwin ladidin wardudul haqqa wa in kana min sadiqin hamimin shunday deyiladi. Ya'ni haqni dushmaning haqni gapirsa ham qabul qila bir deganda. Haqni gapiryaptimi shu? Ya bu bizani topdan emas, bizani anaqadan emas, jamoatdan emas, bizani oldin emas deb ajratib ana qilib haqni gapiryapti imom, shuni qabul qil. Agar u batilni seni eng yaqin do'sting gapirayotgan bo'lsa ham, uni rad et degan. Ya bu endi do'stimiz, endi o'zimizning bu. Bayag'inday deb uni yonini olma degan. Men bu kishini ko'p aytaman, eshtinglar, ana qilinglar. Endi bitta ikkitasi aytdi, Maturidiy ekan u deydi. Endi aytdi, Maturidiy e'tiqod ekan deydi. Xuddi Maturidiy e'tiqodini bir adashib ketgan deb tushuntirib qo'yganda endi ularga. Men ham Maturidiyman deydi. Siz ham Maturidiysiz. Men ham Maturidiyman. Men ham Maturidiyman deydi. Sen dedim, Arabcha o'qib bilasanmi desam, yo'q deydi. Kitob o'qiysanmi hech bo'lmasa hayotda desam, o'qiyman dedi. Kimning kitobini o'qiysan dedi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazrat kitobini o'qiyman dedi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazrat Maturidiy ekanini bilasanmi dedi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazrat Maturidiy ekanini bilasanmi dedi. Kitob yozgan Imom Maturidiy aqidasi degan 2 tomlik kitob bormi? Ana shu 2 tomlik kitobi bor. Maturidiy aqidasi to'g'risida. Dedim, deydi. Alijon qari dedim, dinga xizmat qilyapti O'zbekistonda, shayx, Qo'ng'iroq sohibi. Eshitasanmi desam, o zo'r deydi. Bu kishi ham Maturidiy deyapti. Ne endi ular nima qilasan, bu Hayatulloh imomga kelganda deydi, nima qilyapsan? Imom Navaviylar, Ibn Hajar Asqaloniylar, Imom Suyutiylar, Imom Tabariylar, Imom Baqilloniylar, Imom Bayhaqiylar, Imom yana tafsiri Jalalayn yozgan kishilar, Suyuti. Hammasi Maturidiy ashariy e'tiqodda bo'lgan. Shunda islomni ummatini 99 nimasini shunday chetga surib tashlash kerakmi deb shunaqa nima qilib qo'yaman. Bu kishini alhamdulillah o'zimizni naqamizda ukamiz yaxshi ko'ramiz. Tug'ishgan bo'lmasa ham. Alloh rozi bo'lsin. Siz ranjib qolmangiz, endi siz o'tirgan yerda siz turala so'z aytib qolsak, men de aytaman. Hayatulloh imom turma, boshqa odammiz demay qo'yinglar deb qarab o'qishimni. Endi siz joqda aytатын gap qo'l bu negizi. O'zi Alloh rozi bo'lsin sizga, Hayat imom. Men haqimda emas, o'zi ko'proq Ma'mirjon aka haqida gapirish kerak edi. Bu kishi haqliroq-da. Bu kishi haqida gapirish haqliroq. Bu kishini tanimagan yo'q, bu kishini eshitmagan yo'q, bu kishini yaxshi ko'rmagan yo'q.